Hörmətli görürmənlər, bugünkü dərsimizdə nan haqqında toxtalıb ötümüz. Nanınki xususiyyətləri, təbiəti, faydası qatarlıqlarını sözləşdən burun nan haqqında qısqaça tarixi bilimlərdən örnek verimiz. Nan bizniki mədəniyyətimizin, kimligimizninki, ötmüşümüzninki, hazırının belgisi bulup kalmasının kilecekniki bir ifadesi ve bir totemi veya ki kileceğimizninki bir mezirisi. Nan kandaktır yemek içmek ya ki bir zinnet buyum bulup kalmasının o neçe min yıllık ecdatlarının tecrübesinden kelip çıkan resiplik yemeklik şundakla milli mevcudiyetniki hemrayi, guvayi ve kileceğimizdeki kapaletlerinin biri. Nan, Xotanniki Zağulluk, Aksepil, Komul'un Karıdüve, Turpan'ın Yargol, Katarlık rayonlarımızdaki kadimki tepilmelerde 4000 yıldan uşuk tarix egi bolgan yemekliklerimizдің bir kısmı. Onundan başka şimaldan köç jarayonida Sanşi, Shanxi, Xi'an, G'arbiy koridor masalan, Xeshi koridori, Turpan, Qumul qatarlıq muşu yol üstüde bina bolgan şəhər, yezlarda tepilgan qadimki yadigarlıqlarda bolsun, yoki Gansu, Shanxi, Sanxi taraflarda şu yerlik xalqlarga özleşip ketken milletlarniki, Türkiye xalqlarniki izlerden qarğan vaqtidimi nan qadimdan buyan Şimaldaki, O'ttirdiki ve G'arbdiki barliq ecdatlarımızdaki günlük turmuşda hemralık ve dostluk ve muhtajlık noktasında bir-birinden ayırıp qarğıl bulmaydigan derecede hem münasebetke ega bulup kelgen. Şunun için nan meselesi başka her qandaq tamaqdan üstün turduğan bir uqumdan ibaret. O bir yemek buluşdan sırt, o bir uqumdur. O bir xil belge, o bir xil nişandan ibaret. Şunun için yemek içmek buluşdan sırt, hediyelik, hemralık, şundaqla qadimki etiqadlarımızda yamanlıktan saklaydigan mühim bir bizniki kapalet ve hemra veya ki dost veya ki medeniyetinin bir belgisi, ifadesinden ibaret. Biz nanni ne kadar toppa, tutar, lağmen, polo qatarlık medeniyet alayligimiz yoki medeniyet ifadelerimiz kadar mühim bilsek, nannımı yani şundaq yuqori kalbimizde, yuqori orunda tutumuz. Nan her qanday vaqtida yemeklik roldan başka belgilik, ifadelik, şeretlik, imalık ve totem ornida bizge daim hemra boğusu. Hiçbir zamanda ihtiyacımız, toyunuş ihtiyacımız bulmagan takdirdimi bir yerge nanni elip mağamız. Bu İslamiyet'nin aldıdaki itikadlarımızdan, ifadelerimizden biri buluş bilen billa hazırmı mühim ehmiyetke ega. Şunun için nan meselesi de evlatlarga terbiye kılışta nanның tarixi, nanның ki rolü,
nonning shifoliq roli va nonniki madaniyat va kimlikdagi rolini cho'qim yaxshi tushuntirishimiz lozim. Biz o'tgan qatimqi darslarimizda shu yemak-ichmaklarniki tabiatidan birinchi darajadagi yemak-ichmaklar insonlarga eng muvofiq keladigan, salomatlikka muvofiq keladigan yemak-ichmaklar deb tanishtirib o'tgan edik. Mana bu shu nonmi birinchi darajalik quruq issiq yemekliklarning biri. Nonniki ichida jiris non, zag'ir nonni hisob qilmagan vaqtida barliq nonlar birinchi darajada quruq issiq bo'ladi. Endi ichiga qo'shilgan xuruşlar ve materiallarga asasen növbette 60 xildan oşuq çoğurak türge bölüp istemal kılıvatımız. Onundan başka eğer bir tane bir resept yoki bir xuruşni kem qilganlik, az qilganlik yoki ko'p qilganlik bilan bölüşkü to'g'ri kelgan bo'lsa, nonning turini yüzlerce etip ötüşke mümkün. Mesela sırıp qo'shilgandan bir non deb atasak, sırıp qo'shmay o'rniga kunjut qo'shgan bo'lsak, bir non degan bo'lsak, yoki bir nonga yesivilek qo'shib yoqqanimizni bir ism bilan atagan bo'lsak, demak nonni yüzlerce, minglarcha hatta isim bilan atışımız mümkün. Ve bir kısım nonlarni biz o'ylagandek quruq issiq bo'lmay, balki ho'l so'g'oq qilib etib iste'mol qila olishimiz mumkin. Ho'l issiq qilib etib iste'mol qila olishimiz mumkin. Navbatda tonurdan set, duxovkada va boshqa usullar bilan pishirish imkoni bo'lganligi uchun nonning an'anaviy tabiatida o'zgarish paydo qila olishimiz mumkin. Lekin umuman bizniki nonni to'yish uchun emas, shifo nuqtasidan iste'mol qilish odatimizdan qaragan vaqtida nonni quruq issiq tabiati bilan iste'mol qilishimiz bizningki badan qurilmamiz va ehtiyojimizga eng muvofiq keladi. Shuning uchun nonlarning mutlaq ko'p qismini birinchi darajada quruq issiq shaklida bo'ladigan qilib yeqib iste'mol qilamiz. Navbatda ko'p iste'mol qiladigan non turlaridan kakcha, bu turpanda millatdan oldida ijod qilingan shifoliq ham hazmga oson ham bemorlarni yo'qlashga ishlatiladigan yaxshi non turidan iborat. Petir non, girdi non, tog' nini, daman non, yog'liq to'qash, hamak non, shekarlik non, chekirdeklik non, kunjutlik non, zag'ir non, jiris non, masalan shekar non, safar to'qichi deymiz. Bular bizniki mush hayotimizda ko'p iste'mol qiladigan, bozor sharoitida ko'p tepiladigan yemek turlari, non turlaridan iborat. Buning ichida jiris non bilan shu qo'noq nini din sirt qolganlari quruq issiq kirdi. Endi qo'noq nini degandimi, ko'mi qo'noqdan etilgani bo'ladi, oq qo'noqdan etilgani bo'ladi. Oq qo'noq shu qumul ve turpan pichan tarafta yetildiğen en kadimi dallardan ibaret. Oq qo'noq nini quruq soğuk kirdi. Yağını eritish ta'siriga ega. Ko'mi qo'noq ninimi zag'iri buni endi yog'ni eritish, uchayni ravonlashtirish, o'shiqcha namlikni tatish uchun iste'mol qilamiz. Qolgan non turlari asosan yangi qon paydo qilish, quvvatlash, nervini yaxshilash, put-qo'lga issiqlik berish, oshqozonni tozalash qatorliq maqsadlarda iste'mol qilamiz. Endi bu nonni shu yillik buğday unida etgan bo'lsak, etishda xuruşlarga
to'liq amal qilgan bo'lsak, qoidalarga amal qilgan bo'lsak, shundoqla o'tning kuchini yaxshi kontrol qila olgan bo'lsak, bu non amaliyotda butun tomoqlarniki buvisi deb aytsak bo'ladi. Ya'ni dutorni butun sozlarimizniki buvisi yoki dadisi deb tonisak bo'lgandek, non bütün yerlik milliy yemek-içmeklerimizniki başlangıcı ve ahiri deb tanışqa bo'ladi. Bugungi darsimizda nonlar haqida so'zlab o'tdik. Nonni imkon qilib o'zimiz etishga, uyda etishga tirishimiz, non haqidagi tarixiy va real ahamiyatlarni bolalarimizga o'rgatishimiz, sirtdan ekmek veya olmasa hordu pişirgan yemekliklerini, nallarını yoki non deb setayotganlarni iste'mol qilmay imkon bor uyda non yiqishni o'rganishimiz, sirtda bo'lsa agar cho'qim tonur nenini elib iste'mol qilishni qat'iy davomlashtirishimiz lozim. Nondan ayrilgan kelajakda ismi cismi üçüp ketkenlik bilen beraber. Şunun için non, topa, tutar bu alametlerden qat'iy vaz geçmeslik lazım. Bugünkü dersimiz müşagiç oldu. Xeyr xoş.